Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, aziz obunachilarimiz, hamkasblarimiz, ustozlarimiz. Kecha arilarimizni kanasiga qarshi sprey dori sepgan edik. Harakat qilyapmiz arilarimizni kasal bo'lmasligiga va kana tushmasligiga harakat qilyapmiz. Undan oldin shavl kislotasini 1 litr suvga 25 gram shavl kislotasini va 200 gram shakarga aralashtirib sepgan edik kanaga qarshi. Bundan bir 2 kunmikan 3 kun o'tkazib, orqasidan sprey nomi ham hozir tilimga kelmayapti, ingliz tilida yozilgan. Ko'rgan bo'lsalaringiz, videolarda qo'yganman kechagi kuni. Endi mana shu arilarimizni kanaga qarshi bu dorisi foyda berdimi, yo'qmi? Shu maqsadda va arilarimizni bir holidan xabar olishlik maqsadida videomizni video qo'yyapmiz. Bizni kuzatib borasizlar. Hozirgi paytda arilarimizni holidan xabar olgan bo'lamiz. Avvalambor biz tomonlarga kasalliklar kelmay tursin. Kasalliklar kelmay tursin avvalambor. Kasalliklar kelmasligini oldini olishlik maqsadida arilarimizni har xil dorilar bilan, kanaga qarshi dorilar bilan sinovdan o'tkazyapmiz, to'g'risi. Avvalambor har doimgidek dimar yoqishdan boshlaymiz. Kecha sprey tutayotganimda, sprey sepayotganimda arilar to'satdan hujum qilib qoldi. Ariga talandim, to'g'risi. Shunga har ari qarashlikdan oldin mana shu dimarimizni yoqib qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Arilari bilib bo'lmaydi. To'satdan chaqib qolishi mumkin. Xo'p, dimarimizni yoqib oldik. Ekranni yaqindan ko'rsatamiz. Arilarimizni holidan xabar olishlari uchun va arilarimizni holatini ko'rishlari uchun. Ekranni yaqinroq qo'yib oldik. Qani bismillah deb boshlaymiz endi. Shira qayerdan keldi ekan? Tushunmadim. Shunday romlari shira bo'lyapti shunday. Aslida bunaqa shira bo'lmasdi, shira o'zlaridan ortmasdi. Shunday shira bo'lyapti. Shira qayerdan keldi ekan? Xo'p. Arilarimizni bir ko'zdan kechirgan bo'lamiz. Arilarimizni ovozi ham yaxshigina chiqyapti. Eshitilyaptimi? Arilarimiz hayotdan xursandga o'xshayapti. Xo'p, arilarimizni bir ko'zdan kechirishga harakat qilamiz endi. Qani. O'tgan kuni debman. 4 kunmikan bo'ldi asal olganimizga. Bahonada romlarimizni ham ko'rib o'tgan bo'lamiz. Qani ishlayaptimi, yo'qmi? Asal kelyaptimi tabiatdan, yo'qmi? Hop, ko'rinyaptimi sizlarga? Uncha urug'i bor. Ona ari insof qo'ygan.
Mana bu yerda ham ona arimiz yaxshigina ishlagan, urug'i bor. Ko'rinyaptimi? Ona arimiz ishlashlik jarayoni yaxshi. Yaxshigina urug' solib qo'ygan. Asali ham uncha-muncha yig'ib qo'yibdi asal ham. Xo'p, bu arilarimizni yaxshilab ko'zdan kechiramiz endi. Avvalambor kanasi bo'lmasin. Kanaga qarshi kecha sprey dori sepgan edik. Mana shu videomizni sarlavhasiga kechagi sepgan dorimizni yozib qo'yamiz. Ona arimiz ishlashlik jarayoni juda yaxshi. Ona ari ko'rinyaptimi? Ona arimiz ishlayapti, yaxshi ona ari. Bir yashigimizga ham boqamiz. Balki kanasi ichkariga to'kilgandir. Ko'p asalarichi ustozlarimiz, hamkasblarimiz kanasi bor yo'qligini bilishlik uchun tagiga oq qog'oz qo'yadi-da va ana shu dorilarini qo'llaydi. Sprey bo'ladimi, boshqa biror bir dorilari bo'ladimi? Ana shu dorilarni qo'llaydi va bir kundan keyin, 2 kundan keyin bir ochib ko'radi. Ari inini kana bor yo'qligini ana shu qog'ozga qarab biladi-da endi. Qog'ozga tushadi kanalar, oq qog'ozga. Hop. Umid qilamiz, avvalambor bizda kana bo'lmaganini umid qilamiz. Lekin bizda kana yo'q deb ayta olmaymiz, chunki har bir asalarida qandaydir qisman kana bo'lar ekanda, har bir asalari uyida. Shuning uchun bizda kana yo'q deb bemalol ayta olmaymiz. Bu bahordan arilarda kana kasalligi bo'lar ekan. Chunki kanamiz yo'q deb ayta olmaymiz. Bo'lganda ham mana shu kanalar avjiga chiqib ko'payib ketmasligi maqsadida dori-darmon qilamiz-da bunga. Arilarimiz ishlayapti uncha-muncha, mana bolaga ham ishlayapti. Asalga ham ishlayapti uncha-muncha. Arilarimizning holati yaxshi, ko'z tegmasin. Umid qilamizki, arilarimizda kana yo'q. Uncha-muncha gapimizda xatolar ketib qolsa, e'tibor bermaysizlar, chunki bilmagan narsalarimiz ko'p. Biz asalarichilik sohasi bo'yicha bilganimizcha ishimizni yuritaveramiz. Bilganimizcha harakat qilamiz. Video olishligimizdan maqsad YouTube kanalimizni rivojlantirishlik va uncha-muncha bilmagan narsamizni o'rganib, biladiganlardan ozgina bilgan narsamizni o'rgatishlik. Boshqa maqsadimiz yo'q. Bizga negativ yozmanglar. Qaytaga bizni qo'llab-quvvatlab ishlarimizga omad tilanglar. To'g'ri, qo'yayotgan videolarimiz sifatli bo'lmasligi mumkin, qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Lekin bizni kelajakka bo'lgan anavimiz, ishtiyoqimiz katta. Mana arilarimiz gulchanga ancha-muncha yig'ib qo'ygan. Gulchanga bularga ham zaxirada uncha-muncha zaxira turish kerak gulchanga. Arilarimiz o'zini ham holati yaxshi. Arilari holati ham yaxshi. Xo'p, bir ko'raylik chiqani inini. Lekin tagi ini toza, shunday tozaki tozaligiga gap bo'lishi mumkin emas. Uncha-muncha
kana bo'lsa tushib qolishi kerak edi. Demak, bu oilamiz xudo xolasa yaxshi. Agar kanasi bo'lgan bo'lsa ham, mana shu qo'llanma dorilarimizdan keyin bu arilarimizni kanasi bori ham yo'q bo'lib ketdi deb o'ylaymiz. Avvalambor bo'lmasin, hech bir asalarichilarda bu kasallik bo'lmasin, lekin bo'lmaslik iloji yo'q. Assalomu alaykum aka. Video qo'yapmiz-da aka. Muncha-muncha asal yig'ib qo'yibdi. 3 kunmi 4 kun bo'ldi asal olganimizga. Tabiatdan asal olib kelyapti bular. Tabiatdan asal olib kelyapti. Agar asal kelib tursa, xudo xolasa yana bir haftalarda asal olgan bo'lamiz. Ya'ni arilarimiz har xil, hammasi bir xil kuchda emas. Qaysidir oila ko'proq olib kelyapti asal, qaysidir oila kamroq olib kelyapti. Bu ham ancha-muncha yig'ib qo'yibdi asal. Arilarimizning holati ham yaxshi, lekin birinchi asal olganimizdan keyin arilarimiz juda ham bir suslashib qolgan edi. Suslashib qolgan edi. Asal ishlashlikka juda bir erinchoq bo'lib qoladi. Dori berganimizdan keyin yana harakatga tushib qolishdi mana. Ancha-muncha asal yig'ib qo'yibdi, ko'rsaymasin. Arilarimiz var, pechatam urib qo'yibdi. Xo'p, bizni kuzatayotgan asalarichi hamkasblarimiz va asalarichilikka qiziqadigan aka-ukalarimiz va asalarichilikdan xabari bo'lmagan aka-ukalarimiz bo'lsa ham bizga negativ yozmasdan uncha-muncha qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, mana shu YouTube kanalimizni, WhatsApp kanalimizni rivojlantirib, obunachilarimizni ko'paytirib olsak, xudo xolasa vaqt o'tgan sari biz ham sal ochilib boramiz, bilmagan narsalarimizni o'rganib, bilgan narsalarimizni sekin astalik bilan o'rgatib boramiz. Shunga bizga ozgina vaqt kerak bo'ladi rivojlanib ketishimizga va qo'yayotgan videolarimiz yaxshi chiqishligiga, qo'yayotgan videolarimiz ma'noli, foydali bo'lishligiga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Shunga sizlardan iltimos qilamiz, agar bizni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bizga negativ yozmasdan, videolaringni ko'rgandan ko'rmagan yaxshi demasdan, bizga ozgina bo'lsa ham poddercha qilib tursalaringiz, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, bu asalarichilik sohasi bo'yicha bilganlarimizni qo'yib boramiz. Bilmaganlarimizni kommentariyalardan, ustozlarimizdan va asalarichi hamkasblarimizdan o'rgangan bo'lamiz. Shunga sizlardan iltimos, negativ yozmasdan, to'g'ri ma'noda to'g'ri qabul qilib videolarimizni like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va qo'yayotgan videolarimizni muntazam ravishda ko'rib borsalaringiz, YouTube'dagi kanalimizni yana ham rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Chunki YouTube bizga 3000 soat qo'yayotgan videolarimizni ko'rishlikka
vazifa bergan va 1000 ta obunachi yig'ishimiz kerak va shortslarimiz ham 10 mingga yaqinmikin, 10 million martamikin ko'rilishi kerak. Shunga siz, bizni kuzatayotgan siz azizlar, bizga sizlar yordamlaringiz, videolarimiz original, super bo'lmasa ham ko'rib, like bosib, izohlarda omadingiz bersin deb yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Mana shu YouTube kanalimizni yana ham kengroq yuritishimizga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Biz mana hozir arilarimizni holidan xabar oldik. Arilarimiz bir 4 kun oldin asalni olgan edik va asalni olgandan keyin shovul degan kislotadan foydalandik. Endi bu bizni foydalangan usulimiz, lekin sizlarga shuni qilinglar deb tavsiya qila olmaymiz. Chunki har bir asal arisining o'zining yo'nalishi bor. Asal arisining o'ziga yarasha uslubi bor. Shunga biz bu asal arilarimizga kanasiga qarshi qanaqa dori berganligimiz haqida aytib ketyapmiz. Bu endi qanaqa dori berdi ekan degan savol bo'lmasligi uchun odamlarda o'tgan kuni 3 kun oldin shovul degan kislota berdik. 25 gram kislotaning o'zi 1 litr suvga va 200 gram shakar aralashtirib bakashkada sepib chiqdik bularga. Keyin kechagi kuni kun botarga yaqin salqinda bu arilarimizga sprey sepdik. Bu spreyning nomi esimdan chiqib qoldi, chunki inglizchasi yozilgan ekan. Unchamcha mana shu videomizni sarlavhasiga spreyning nomini yozib qo'yamiz. Esimizdan chiqib qolmasa. Hozir arilarimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Ishlashi ham yaxshi, holati ham yaxshi. Xush hidi ham yaxshi. Bir xilga arilarni yashigini otsangiz bir noxush hid keladi-da. Bu arilarni yo chirishidan yo bolalarini kasallikdan darak beradi. Bizni kuzatishda davom etinglar, bizni kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Boya aytganimdek, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shu YouTube'dagi kanalimizni kelajakda yaxshiroq yuritib, ozgina bo'lsa ham oyoqqa turganimizdan keyin bilmagan narsalarimiz juda ham ko'p. Bilmagan narsalarimizni o'rganib, bilib va bilgan narsalarimizni harakat qilamiz. Mana shu YouTube'dagi kanalimizga qo'yib borishlikka. Sizlarga katta rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab turib, bizni tomosha qilayotganlaringizga ham sizlarga rahmat. Salomat bo'lasizlar.